Iskandar va Arastu. O'tgan zamonda Iskandar degan podshoh bor edi. Uning Arastu ismli olim va dono ustozi bor edi. Iskandar ustozini o'ziga bosh vazir qilib, barcha mamlakat ishlarini unga topshiribdi. Har bir ishni u bilan maslahatlashar va ustozini qattiq hurmat qilardi. Bir kuni vazirlardan biri Iskandardan so'radi: "Nima uchun Arastuni otangizdan ham ortiq hurmat qilasiz?" Iskandar aytdi: "Otam go'yoki meni osmondan yerga tushirdi, ammo ustozim yerdan osmonga ko'tardi. Buning ma'nosi shuki, otam mening dunyoga kelishimga, ustozim esa ilm va odob o'rganib podshoh bo'lishimga sababchi bo'ldi. Shuning uchun ustozimni otamdan ortiq hurmat qilaman." Munavvar qori Abdurashidxonov.